tomdan tashlab yuborgan diskamiz SM firmasi edi, to'g'rimi u ham? Corona. Ha, Corona SM firmasi. Ya'ni mana shu diskani ham shu urib, yoqib, o'sha tepalardan tashlab yana videolar qilamizmi aka? Imija shunimi? Da. Misol uchun SM firma-yu, ya'ni aytmoqchi bo'lgan SM firmadan chiqayotgan diskalar hammasi shunaqami? Ya'ni baquvvat aytganini qilib beradi. Bo'yini tanlang qilamiz. Uncha-bunchaga, короче, sinmaydi. Misol uchun mana shuni. Bo'ldi, qilamiz. Mashina. Nechinchi etajdan tashlashimizni xohlaysizlar? Oldingi safar 7midi? 7-etajdan shunday yerga tashlab yubordik. Xullas, mana shu diskami yoki ma'manisimi, qaysi birini tanlaysizlar-da? Mana mashina. Mana mashina. To'g'ramiz. Yo'q, mana misol uchun mana 5 kilolik. Xo'p. Hop. Mana 4.9. Aytishadi, mana shu diskalarni SM firma bo'ladi. Mana shu diskalar qancha yengil bo'lsa, qancha tufta bo'ladi. Xo'p. Mana 4.9 mana shu uchalasi. Aha. Bu degani anaqasini qiyshayib. Ha. Shuning uchun bitta chuqurga tushganda dabdala bo'lib ketadigan Liboyini mana shu 3 tadan yozib oringlar, misol uchun oq mashina. 1 2 3 xullas. Liboyini urib, kuvaldalarda yoqib, boqib, qanaqa shartda bo'lsa o'shunaqada sinab beramiz. Realniy hayotiy sinov bo'ladi. Sinsa sinni deb ko'rsatamiz. Sinmasa baquvvatligini ham ko'rsatamiz. Hammasi ochiq oydin bo'ladi. Qaysi etapda singanini ham ko'rsatamiz adash. Obuna bo'lishingizdan chiqarmanglar, kuzatib turinglar, hammasini qo'yib boramiz.